Xatar har vaqt atrofimizni agib yuradi. Agar hayotingizda bir qadamni xato bossangiz, oqibat cho'nqur hongga tushib ketasiz. Yaxshimsan? Kep qopsan-ku? Shundoq, kep qoldim. Sen nima degan tash yurak, nima degan bag'rov tash sening? Voy, sen nima bo'ldi endi? Javlan tashlatmaganda, ha? Rasmen javlanni yaxshi ko'ratdim, lekin u menga nasib bo'lmadi. Taqdir uni sana nasib qilgan o'xshaydi, Yulduz. O'ylab baq, Javlan asli shunday yaxshi bola edi. Ma'limizdagi bolalarning oldi edi. Lekin u hozir yomon yo'lga kirib ketdi. Uni men qutuldirman degan bilanmi? O mening gapimni anglamaydi ekan. Bir chaqda uni yaxshi ko'raman degan edim. Sen qaysi bir kuni ishqinga tushgan rasmni kesib avatib ekansan. Shu kuni Javlanning qanchalik azoblanib ketganligini bilamsan. U hozir zahar tashlayotdi. Albatta uning ma'lum jarayon ketadi. Bu vaqtda biz uni yaxshi kutib Onun yaxshi gaplarni qilib, qoyil qilib, uni istiqbolini tepishiga yordam qilishimiz kerak. Lekin sen tunugun bog'chida Mardam bilan birga ketib ekansan. Javlan buni ko'rib bek azoblandi. U hozir tegishibli ketdi. Qattiq alam tatib tegishib ketdi, Yulduz. Sen bu shundaqmi qilamsan? Unda qilma. Sen zode meni nima qildaysan? Sen Javlanni qutqizmag'in. Onunla faqat sen yordam qila olaysan. O sening gapingni anglaydi. Uni faqat senni qutuldira olaysan, Yulduz. Uni qutqizmag'in. Bundoq qilmag'in. Sendan o'tinib qolay, Yulduz. Yaxshimisiz? Ya Allah. Sizni mi ko'rdigan kun bo'lgan, ha? Shundaqmi? Agar meni kunni ko'rishni xohlasangiz, mening bir shartimga ma'qul bo'ling. Nima?
Qandaq shart bo'lsa aytavering. Faqat siz bilan yarışib qoladigan ish bo'lsa, Amisa, mening shartim siz menga ashu avtomakini tashlashga qat'iy og'zingizga amaslik qiladi bering. bo'ladi. Men va'da beray. Va'da beray. Voy, qizim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz hada. Bugun javlonni nemanchola xo'shib ketgan desam, aslida siz Bugundan boshlab kunda borman. bak yaxshi bo'ldi qizim. Doktorlarmi javlonni endi doktorxonadan chiqsa bo'ladi deydi. Apa, Jinim bolam. Jinim bolalarım. Sen dünya kimge vapa kıldın sen men digen yarani yer koyniga aldın sen aldın toymadın siz qaravatqashqimi javlanchiq yaxshi ketdi Toymadın Qo'shimdan Gelemu qaytmadi Bichara Oyshimdanning 5 o'g'li batdi. 5 yilisi Guangzhouga kirib chiqib nurg'un pul topgan. Lekin o'g'illari shu nechiz oqqa o'ginib qilib kaynidan qaytib tugat ketdi. Qarz egillar kelib uyini tatib oldi. Yo'ldoshi bo'lsa u dardlarga chidamay esilib o'lib oldi. Bechora Oyshimidan mana shundoq kundi ko'chada. Çiğdemezim. Vay Apa, işime kapağı tutup kalan. Ben seni yapmadım Apa. Senin bolam. Apa, Azırak hayrat çıkın. Azırak çıdısan ötüp gidiyor senin bolam. Azırak çıdıdın senin bolam. Azırak çıdıp git senin bolam. Seni yapmadım Apa. Apa, lütfen. Ben seni yapmadım. Yaxshimisiz hada? Hada? Kızım sizden ötünüp kalay. Şu neciz tamamladım. O yapıp çekimlik eketlerken olsunuz. Ya o benim ötünüşüm olsun kızım. Vay canım, vay canım. Vay çiğdemedi. Cevlan, uzaklıkla Cevlan. Azra berdaş verin Cevlan. Cevlan. Ben çiğdemedim Yıldız. Ondan bilmem. Ben bir çık olayım. Yapmayın Bir çık Cevlan. olayım Yıldız. Azra berdaş Bir verin. çık olayım. Azra berdaş Yıldız. verin. Bana bırakıtım ekeberi bulalım. Bırakıtım çıkmasam da bulat diyor Yıldız. Bırakıtım. Nereden tapın ben? Nereden Yalan tapın ben? yatıkmıştı ki sürecine kışıkmazsınız. Baktım abi desiniz de bunu da. Bulam bir Yıldız baktım abi de. Bırakıtım çık olan Yıldız bırakıtım ben. Vay canım. Beni camdan evet dedim. Bulam da. Burada. Gitmedim. Sıra düşemsiz. Ya. Şu bilana. Sıra düşemsiz. Sıra düşemsiz. Sira kutishkilik kelmadi. Düşmemsiz. Sizni paxta bormi? Paxta. Ha. Qizchaq. Menda paxtaning qildi. Ha. Endi sizga o'xshash chiroyli qizlarning surati bor. Ko'rib boqamsiz. Meni Javlon evatgan tezroq bo'lsangiz-chi. Javlon evatganmi? Qanchalik olasiz?
Canım balam çıdığın, canım balam. Canım balam, şürgümle ezmem. Ben de benim amal. Ben de benim amal balam, benim amalını kaçacak. Ah Huda. Canım balam. Benim ağrım vardı ama beni Huda. Ben senden hoşum kalayım. Hadi jalan qana taqqan chiqmayapti. Qanday qilaman kimdan? Qizim, chaqqan Yusufni chaqirib kelgan bo'lsangiz, u taqqan chiqmayapti. Shu qiz uning jismini sotadiganligini biladi. Chaqqan chaqirib kelgan. Chaqaroq bo'ling qizim. Apa! Canım balam. Beni ısıtı dolapa ben çiğneyemedim. Çiğneyemedim. Canım balam. Azırak çıdığım balam. Ah Huda. Qanday qilaman? Adash, buni chavlan bo'lamiz desangiz, buni adash. Men chiqib turay. Ma'qul. Ada, qanday qilyapsiz? Chaqqon chavlan, chaqqon berkin chavlan. Hidoyatga ketira. Siz mushunday qiliblar chavlanni yomon uyqib qo'ygan. O'g'ir panjani suzdilar. O chaqqon og'ishib ketadi hada. O chaqqon bo'ling. Yusuf bo'ling. Sizga hech demedim qizim. Chaqqon bo'ling, chaqaroq bo'ling. Bo'ling qizim. Shunday qilgan adash. Yusuf bo'ling qizim. Chaqqon bo'ling, chaqqon bo'ling. Beni öldürüyorlar. Ben çiğneyemedim. Beni öldürüyorlar. Ben ölümem. Apa! Ben ölümem. Ben ölümem. Bu kichikgina narsa odamni shundoq qilib yetarmi? Yo, javlon buni chekish uchun shundoq qilyaptamdiganda. Javlonni qutqizish uchun buni o'zim bir sinab ko'ray. Balkim bir qitim chekkanga odam birman bo'lib ketmas. Shundoq qilibman. Shu bir qitim chekish bilan heroin chekishga odatlanib qoldim. Javlonga bu dorini vaqti-vaqtida akab berib turdim. Shundoqla o'zimni chekishga boshladim. O'zimga bo'lmay bu narsa menimi o'ziga bog'layapti. Men chekaverib aqlimdan ozdim, yo'ldan chiqdim. Do'konning gul sotgan pullarini o'zimliq chekib yurdim.
xo'jayin bilib qilib meni ishdan haydadi. Bo'ldi. Ortiq gap qilmang. Sizni endi Yana ishlatamaymiz. fursat bersin. Qaytib keting. Ishlab Bo'ldi, boqsam. qaytib keting. Ishlatamaymiz. Qaytib keting. Cevlan, o'zimni xush qilish uchun yolg'on so'zlaydi. Kishilarni aldaydigan bo'lib oldim. Hatto bir kuni paxtaga pul yo'q ketib qolsam, yo'lda g'arq mas Zohida uchirdi. Men uni bunchalar bo'lib ketadi deb o'ylamabdim. Men uni yo'lab uyga oldim. Shu kuni Zohida menga haraq so'rladi. Men u haraqning odamni nobud qiladiganligini, inovatini to'kadiganligini, hatto har xil yomon qismatlarga olib tashlaydiganligini bilib turib, shu kuni Zohidaga hamroh bo'lib haraq ichdim. Men uning kechirmishlarini anglab yig'ladim. Nejiz Xroinning bizga etkilayotgan fojialarning og'irligini his qildim. Ishchi. Hech nima bo'lmaydi. Ishchi. Adash, buni men ichib baxmagan. Ishchi adash. Bugun men sana barliq dardlarimni aytib beraman. Menga hamroh bo'lib ichib bergin. Qani. Alloh bola. Buni men ichib baxmagan. Ishchi degandikin, ishchi adash. Xo'sh. Sansada nima bo'ldi adash? O'zing bilasan adash. Men asli bir yaxshi oilaning qizi edim. Ota-onam men uchun hammani qilib beradi. Hasanjon asli oqchika pika. Nim deydigan sen adash? U asli meni xotinlikqa olmabdi ekan. U o'zidan ishbaz xumurni besish uchun olgan. Biz to'y qilib 7-chi kuni u notinch erlarni uyiga kirib, eshikni qo'loflab, meni qishimga kirgizib, Hasanjon, so'qlab. u hozir nerede? U qechib o'lgani 6 oy bo'ldi. O'lib qoldi. Shuni bilan. Yig'lama adash. O o'lgandan keyin men hayotlik yo'limni qayta boshlaydi. Oshxonada ishlamoqchi bo'ldim. Oshxona xo'jayini meni ishlatadigan bo'ldi. Ham salomatlik tekshirish kengashkisi akilishga buyurdi. Men shunchalik qo'shilgan edi. Xudo xabardan chiqqanlar ko'kishda qo'shal bo'lgan edi. Lekin bugun tekshirish natijasi chiqqan edi. Qanday xo'pdi adash? Yig'lamay gap qilma. Gap qilsang-chi adash. Men aydiz kesili bo'lib qoldim.
Hay. Hey, yaxshimisiz? Hay, yaxshi. Qandoq bo'ldi? Ikki ovoz asosan o'xshash chiqdi. O'xshash chiqdimi? Shundoq, ikki ovoz o'xshashgan. Ma'qul emsa, rahmat sizga. Hech qisi yo'q, arzimaydi. Xo'sh. Hey, Zoidami? Voy, jinimma. Telefon qilib qo'yaymi demaysizmi? Siz telefon qilmasangiz, men sizni qandoq topaman, jinim? Bir og'inam kelib qolgandi. Voy, gan hokimizga mening bir do'stim bor. U hozir yenimda, o'zi Oydek, ismi Yultuz. Bo'ladi, hozirla boramiz. Xo'sh, jinim. Jiramiz. Nega boramiz? Puli bor, qerilarning qishiga. Pul tepish kerak. Pul. Aroq degan, nima degan yomon narsa? Barliq ifloslarning hammasi mushu aroqdan boshlanadi ekan emasmi? Men nim bo'ldim. Men asli bundoq emas edim. Men hozir yurginishlik bir odamga aylanib qoldim. O'z badinimdan o'zim yurgin oldim. Bundoq yashaganimdan ko'ra o'lib og'inim tuzdi. O'lib ketsam hamma paskinchiliklar va rasvoliklar yo'qaydi. Lekin Javlon, men bo'lmasam qandoq qilar? U boshimda qilinib yotsa. Unda qilsam bo'lmas. Javlon, Kuyimcan, perişti sübət bu. Meni kechir. Nevram kechir. Men bugun faqat sen kechir bo'lyapti. Alida mening ishim. Alida bo'va. Saxti paxtaning odam o'ldirganligini bizda chekadiganlarning hammasi biladi. Javlon ishkimizning hayot bilan xo'shlanishganligimizga oz qolgan edi. Shu kuni kechda biz mehmonxonadan yotoq oldik. Amdiki gap Xroinni tanishishdi edi. Men ikki ishbirizga ikki xil tanishidim. Jon og'uchi bu iblisning saxtisini bo'lsa, yanchiqimga selib oldi. Bizni bir chaqda shunaqa o'xshash edi. U chaqlar katta chaqlar. Javlon, bu yerda bir tanishim bor. Chiqib baqay. Bir getir bada qilayotgan. Ta'limiz bor ekan.
siz çeling, men aytay. Çıktım öydüm tündüzde anam koymazsa sırlık duman kaynımıha şoğudum asla. Çıktım öydüm tündüzde anam koymazsa sırlık duman kaynımıha şoğudum asla. Tüpürlerge boldum esir irdetini Oya cennet huzur eda yayredi içini Ota ana isatini üstünge sattı Meişetlik tün koynuğa üzemni attı Çırmam aldı vücudunu sırlı kumanlar Dıldan kaldı şiirin çüştek arzu Ah koyğamsan yetip tümen zulmet içine Koya mehet bağışlap men mudhiş içine Ah koyğamsan yetip tümen zulmet içine Koya mehet bağışlap men mudhiş içine Kucak içip keldi ene Maşum ecel Tükenmeki gül yaşlığım Emdi bilmem Bu yerine özden oynayıp kettin kıvalanızlar bizge yok mu? Ataş durunlar.
Cevlan! Cevlan! Benim babam! Cevlan! Cevlan! Sözüm hocam! Cevlan! 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 Bizim babam! Basa! Cevlan! Burnumla! Cevlan! Gözümü aç ya! Cevlan! Cevlan! Estağfurullah! Cevlan! Cevlan! Kim buldu? Götürün lan doktoruna buraya. Cevlan! 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 Cevlanni men o'ldirdim. Cevlanni men o'ldirdim. Cevlanni men o'ldirdim. Cevlanni men o'ldirdim. Ha, qandaq? Yaxshimisiz Gulzor? Ha, azroq tomoq og'ash kelgan. Nim og'irib tomoq Yo'q. akab suygansiz. Sizning tomoq aytilgan yeringiz. Elim oslarga yaxshi qarayolmadim. Ha, qandaq? Javlanning avvali yaxshida? Shu bir xil turdi. Xudo buyursa, yaxshi bo'lib ketay. Bakma, ansirab ketma, juma. Ha, qizning bu qachonlik kelsam yolg'iz yotadi. Bu urug' tuqqanlarmi yo'qmi-da? Bu qizmiz shu necha sihr o'yinni kasabtidan bo'lmamdi. Bu qizning opasini dadisi o'ltirib yotgan. Dadisi hozir turmada. Nima? Turmida? Ha, turmada. Bu qizning dadisi Cevlanning dadisining og'inisi. Bu qiz tug'ilib uzun o'tmay dadisi zahar so'z qilmoqchi bo'pti. Qizning opasi zahar sepishga qarshi turg'ashqa pichoq tiqib uni o'ldirib etibdi. Shundan boshlab bu qizga bo'g'iz qarab keldi. Bu bechora qizmi Cevlanni qutqusiman deb mana mushudaq oqibatga qoldi. Bu voy yashanig'ini qarmay, uchchoqli xormini so'rab yurib, ming bir jafoda bu qizni aranchon qilgan edi. Bu voyningmi kelgan vaqt bo'lib qoldi. Men mangay. Mening yana azroq ishim bordi. Birdam o'ltirib Yo'q, mamamsiz. xo'sh bo'ldi. Sen kim? Qaynota. Qani etmoqchiluchi. Men zot kim bo'ladi? Bu nechiz? Beginim deb keldim. Boyliq. Boyliqni deb keldim, qaynota. Yo'qol. Mening uyimda yo'qol. Ha? Qaynota. Burun bu öyle. Silining bo'lgan bilan hozir mening men dadam bilan opamning mirosini setib tugatdim. Bugun endi ayolim bilan qizimning mirosini og'il keldim. Men oldi bilan bu öyleni sotaman. Andın zahar elib, yana zahar sotaman. Ne deb jo'ylayapsan? İç-deshi zaharga aylangan boshqalarning ikki puti ostidan eqib o'tgan qonjiringni yolg'uvchi qonxo'r munofiq. Seningdek bir qism pastkash munofiqlar dastidan bolarimizning
zahamati, qaysarligi yo'qolyotdi. Ular sen munofiqlarning qo'lida ziyonkashlikka uchrayotdi. Bir-birlab o'lyotdi. Men endi buningga yo'l qo'ymayman. Men seni jahannamga yo'llayman. Ey! O'tmas pichoqdek gallishib, orolli qolgan mushu holing bilan men qandoq dengilalaysa, ha? Sen qag'jirab ketgan gal pichoqning gapini qilib, yaxshi qilding. Ha. Menda shundoq ishlatmagili uzun bo'lgan bir xosiyatli gal pichoq bor. Mana-ku. Bu pichoqni endi ishlatadigan vaqt keldi. Sen pichoqda emas, mana mushundaq gal pichoqda o'ldirish kerak. Gire, yiyeceğiz. Manımıza! Ölmegen sen hakkını. Görmüşsün adamı öldürüşmeni düşündümüz. Ben seni hazırca öldürmeymen. Tova. Bu balalarmı bu nejisning o'zlarini halok qiladiganligini, oxir o'limga so'raydiganligini bilib turib, yana chekidigan ha? Qiziq gap qiladigansiz. Anlasam zahar chekib odatlanib qolganlar o'z yinidagi mol-mulki qolmay oilasini vayron qilib bo'lgandan keyin yaqin og'inisi yoki chiroyli qizlarni aldab, ularni har xil vosita bilan ost-osta chekimlik dunyosiga qiziqtirib epkirdi ekan. Shundaqmi qilamdi ekan? Rost deyman. Ular dastlabda odatlik tomokining ichiga xiroyni o'kil qilib urdi ekan. Ondan chekkizdi ekan. Shundoq qilib u bola o'zi bilmayla xiroyinga xuma bo'lib qoladi ekan. Nimanda qo'rqinchli gaplarni qiladigansiz, odamni ansirtib. Nim bo'ldilar Qodirka? Nim bo'latdi? 16 yil ko'mgan bir nejisni ko'rdim. Kim? Kim u o'zadi? O bir muttaham. Onun qo'lidan har bola keladi. Uning oyog'i tekkanli joyini nas bosadi. U uchrashqanligi odam peshkanlikka uchirmay qolmaydi. U turmadi-de. Qandoq bo'lib? Qodirka? O Yulduzning dadisi Jalol emasdi, ha? Naq shu. Bundan 16 yil ilgari buning opsini, mening yolg'iz qizimni o'ldirgan qotil shu. Qodirka? Ha? Sizlarga deydigan ozroq gap bordi. Ishxonaga kirgan bo'lsizlar. Qodirka. Sizlarga demsam bo'lmaydi. Qizlarning ahvoli ancha yaxshi emas. Xudoyim shifolik bera. Shundaqdimi? Iddilarida tayyorlik ko'rib qo'yala. Xudoyim.
Sevgilim. İbnileri de tayyorluk görüp koyalım. Adil, to'xtig'ina. Nima bo'ldi ya? Senden bir narsani so'rayman. Gaping o'z qashqash demamsan adam. Rostini aytsan. Nima gapdi ya? Javlarni oqqa kim ugatdi, senmi? Buni so'rab nima qilasan? Bu bek muhim. Soqchilar dadamni yana tutib ketdi. Dadam gunohsiz. Meningcha javlarni oqqa ugatgan odam cho'qin. Pul sanab berma. Mana pul. Rostini aytsang, bu pulni sana berman. U odam bugun tushdagi xaroblikqa og'ir pulni qo'yg'il boradi. Shu yerga borsam, u odamni ko'rsa. Meni dedi majmu. O kim o qizim? Adil, bizning tuqqunimiz umi chekidi. Shundaqmi? Ha. Javlon qizi har chekkizgan odam bugun yangi hayotdagi eski xarobilik keldikan. Adaman shu yerga boraysiz, saqchiq ma'lum qiling. Yo'q, siz borsangiz xatarlik. Xarobilikqa men boraysiz, saqchiq ma'lum qiling. Hanıma. Gülzar, siz bir yerine mi çıkıp sürüyorsunuz? Mulaslık. Ne sen? Lan sen özlemi ki benim ızımı çıkıp gelsen de. Ben çıkmasma sen mi? Canlarını halak kıkan. Kroyin'i ügetken. Topsunu ötegen katil aslı sen gelsen. Rastaysa o'g'ri dedim. Endi hazırla. Seni öldürmem. Sen Minişka, bizning oilaga bunchalik uyushti qilasan. Yaxshi sordum. Sen yurish oldida men hammani deb beray. Jalal, siz bizni o'ylab qo'ying.
Yulduz bo'lsa endi 8 oylik bo'ldi. Yaxshi kunning yomoni bo'lib sizga bir ish bo'lib qolsa, qizimiz zahar sotuvchining qizi degan ataqqa qolmamdi, ha? Yerda yuz ostroq vaqirada o'tma, men qo'shini anglab qas bo'lmaydi. Eli beka qonun to'kib deydi majmu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom adash. Qani o'tiray. Qanday ahvol? Yaxshisiz. Qani o'tiray. Seni katta deb kirgandim adash. Aytdikcha 3 yilmi o'tibdi. Aras, anglasam to'ymi qilyapsan? Ayoling meni tanamdi. Seni tanimaydi. Ammo sen ayolimni taniysan. Voy, shundaqmi? Ha, shundaq. Hey. Adash, ansam ishkirdan qamlashmagan narsa ochiqqa o'xshamamsan. Nima? Buni sen kim dedi? Men degan. Nima? Og'ingiz bo'lgan ekan, tarbiya qilib qo'yamdi ekan deb. Paskina, sen texmino chavomni chitqi yaymoqchimisan? Men seni o'ldirib atmaydigan bo'lsam, Jalol, bo'ldi. Adash, Bo'ldi deyman. uni o'ldirma. Bo'ldi qil. Bo'ldi qil Jalol. Men Zokiratni hammani uqdim. Sen ashu haram narsalarning hammasini saqchiq topshirib ber. Bo'lmasa o narsalar sinil emas, boshqa nurg'a begina bolalarni, shundaqla ularning fikr oilasini vayron qilib yutdi. Adash, bu paskina sana demaydigan gapni debda emasmi? Adash, bekla. Menga bir yordam qilgan adash. Mushu bir navbat hech kimga aytmagan. Men bu narsalarni ishkirdan akaga jinimni tikib qo'yib akeldim adash. Men mushu narsalarni qo'ldan chiqaribla, sana 20 ming pul beray. Bo'lamdi adash. Mushu navbat menga bir yordam qil. Sendan o'tinib qolay jinim adash. Ma'qul degan. Bo'lamdi. Yo'q, endi kechikdik. Zokira menga yig'lab turib, ahvolini aytgandan keyin men seni va oilangni o'ylab soqchixonaga sening namoda bo'ishni ma'lum qilib qo'ydim. Balki hozir soqchilarning keltigan vaqti bo'lib qoldi. Nima da'vatsha? Ishchi yomon gezanda, sen texmi meni xiyolingni vayron qilmoqchimi? Men seni o'ldirib atmaydigan bo'lsam. Men seni urug' avlodingni qo'ymay quritib atmaydigan bo'lsam, qonini tariq. Yosh bo'l. Anlab tur. Men seni urug' avlodingni qo'ymay quritib atmaydigan bo'lsam, man xat to'xtab tur. Lan! Endi bilgan sen qanjoq? Senlarni ko'z ostidan 15 yil turmada yotdim. Mening yoshligim, mening hayotim, mening borlig'im vayron bo'ldi. Shunga endi men senlarni vayron qilaman. Endi sen bu o'l paskina! Kıpırdama! Üte bu yakla! Kimde? Konuşsunlar beni ne mıkmakçı? Sinemine hata tuttular. Mende günah yok. Münafık! Hırsının keynini düşkili. Hılı boğan! Ma! Ma! Cevlan. Gap qiling Cevlan. Gapimni anglayapsiz? Cevlan. Sizga men suyankaşlik qildim. Men sizni yana qiynalib yurishingizni xohlamag'achqa. Shunga
Şundan kılın. Yıldız, siz to'g'ri qildingiz. Uzundan beri javobsiz kelayotgan savolimga bugun men qanoatli javob topgandek bo'ldim. Dadam apam menga hammani talqib bergan bilan sizning farishta sifat bo'g'ingiz sizga bergan muhim bir narsani menga bermabdi ekan. Bu jihatdagi muhim bo'lgan savodlarni so'zlab bermabdi ekan. Endi bildimki, inson uchun eng muhim narsa g'urur, vijdon ekan. Yıldız, siz o'z g'ururingizning depsanda bo'lishiga, boshqalar tarafidan haqoratga uchrashiga yo'l qo'ymadingiz. Tushunib turibdiman. Siz meni deb bu nejisini chekdingiz va oxiri menga o'xshash bu zulmatli patqoqqa patdingiz. Lekin siz o'zingizning shundoqla ulug' bo'g'ingizning nomiga dog' tekkizishni xohlamadingiz. Siz g'ururingiz, pok vijdoningiz bilan hayotingiz ustidan g'olib keldingiz. Yıldız, men sizga qoyil. Sizning men o'lish oldida bo'lsa-mu, menga mushundaq bir haqiqatni, ya'ni insonga muhim bo'lgan g'urur, vijdondan iborat bu haqiqatni to'nitganingizga rahmat. Külfetin bile
Qarindoshlar, bizdan ibrat ilinglar. Bir qitim cheksa, hechnim bo'lmaydi degan gapga hargiz ishonmanglar. Bu filmni çekivatqanlarga ko'rdim. Balkim ozroq bo'lsin, ularning to'g'ri yo'l tanlashiga foydasi bo'lar. Bu filmni maktablarda o'quvchilarga ko'rsatinglar. Ular bu rahimsiz reallikdan ibrat olsin. Bu filmni har bir oiladagi ota-onalar ko'ringlar. Bu balkim sizlarning so'yimlik farzandinglarning atrofidagi muhitga, orlashayotgan do'stlarga diqqat qilishga undaydigan signal bo'lishi mumkin. Canım akla